Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 16-bob. Kaptar ilhami. 1. Tarix kalendarining varaqlari tez yirtilmoqda. Yashash uchun bo'lgan kurash jiddiy davomlashmoqda edi. Lutfullarning Do'lan daryosi vodisiga yetib kelganigimi, mana hayt-huyt degicha 1 yil o'tib ketdi. Kech kuzning sovuq shamli kishining yuziga nashtardak sanchilatdi. Bog'lardagi mevalik daraxtlar bilan shahar ko'chalarining ikki yoqasidagi tallarning to'kilgan sarg'uch yo'pirmoqlari kishilarning oyig'ida uchib yuratdi. Shahar atrofida qiru ostida qolgan kanji ziroatlarini yig'ib olishga aldirayotgan dehqonlar deb oxirgi yig'im serim ishi bilan band edi. Bir qism shahar aholisi qishliq yiqilg'u g'imida o'tin bozorda aylanib yurishatdi. Aygul, Beshtugman, Qaratal, To'pluq, Qumbash va Aral yezilaridan hukumatning ochliq iskilatiga ochliq yo'tkab kelayotgan harvalarning jiqliqi tufaylidan xalq orasida xilma-xil so'z cho'chaklar tarqalmoqda edi. Demasimi, bu xil so'z cho'chaklar shahardan yezilargacha kengaygan edi. Arpa bug'doy samonini salkin ayriydi, urug' tuqqan qarindoshni o'lim ayriydi. Qantar bilan tayyorlagan oltin ashliqni qo'limizdan qamchi bilan zulm ayriydi. Yezilardan ashliq to'shib shaharga kirgan dehqonlar harva ustida o'ltirib unlik naqsha aytishib ma'atdida zulmga qarshi nafrat bildirib ichi qarnini bo'shtatdi. Lutfulla odati bo'yicha bugunmo sahardala o'rnidan turib shahar ko'chalarini aylandi. U doktorxona oldi bilan mengib o'tin bozorda sap-sap bo'lib turib ketgan o'tin besiqliq harvalarning qishiga bordi-da, Qarataldan kelgan o'tinchi dehqonlar bilan sirdashdi. U dehqonlarning turmush ahvolini, tarimning to'g'raqlarini yepidan yangnisigachilik so'rab o'gandi. Keyin u o'tinchi dehqonlar bilan xo'shlashib, yotiqi tarafga qarab mandi. Cho'ng xoniqa udulga kelganda bir uyning eshigi oldida bir yosh yigitning yalang oyoq lay etayotganini ko'rib, "Fuqa, atiganda sovuqlarga kirib olibsiz. Salomatligingiz qardan chiqmamdi?" deb so'radi. Uning yiniga berib, "Salomatlik jondan tatliqmi, aka?" Yigit lay etayotgach Lutfullaga so'rinla javob berdi. Lutfulla bu javobga hayron bo'ldi-da, "Fuqa, salomatlik bilan jon munosabatli emasmi?" deb so'radi yana. "Nemisi munosabatlik? Salomatlik buzilsa jon tig'i tanda turadi. Jon ketsa salomatlaringizning hammasi tugmamdi?" Yigitning javobi Lutfulla uchun yanala chigish sezildi-da. "Undaqda bu so'g'uqlay bilan jiningizning nima aloqasi bor?" deb so'radi u yana. "Voy, putim ushib qilibsa, nima balo qoldim men?" Yigitning kayfi o'rildi-da, javob berishga boshladi. "Qarmamsiz tam to'raslarimiz sapla o'tma to'shuk, yozda cho'lam tegmidi, anglsaq urush bo'lg'idek, to'shikni atmasa o'qdan saqlang'il bo'lamdi, jonni qutuldirg'il bo'lamdi. Urush bo'lg'idek, qachon bo'lg'idek fuqa?" Lutfullaning keyingi savoldan yigit cho'chib ketdi va ta'tir qarab o'z-o'ziga so'zlashga boshladi. Endi nimpoq yedim, toza gap o'g'risi bir ro'dupaga uchrashdim-mo nima? Qaq saharda nima balo qoldim? Tam to'shkini atkicha avval ig'izimdan to'shkini atsam-chu." Yigit urush bo'lg'idek degan maxfiyatlikni ig'izdan chiqarib qo'ygan edi, bek qo'rqqan edi. U laydan chiqdi-da, Lutfullaga qarabmi qo'ymay, dir-dir titrab uyiga kirib ketdi. Shoir bu yerdan qaytib berib, yotiqida aldirab tinab choy ichdi-da, karvitining ostidan bir jup oq mo'yliq piyimini ilib, yana bayqi lay etayotgan yigitni izlab keldi. U yigitmi uyiga kirib isinib va nashta qilib bo'lib, kelib suvaydigan temiga qarab turadi. "Fuqa," dedi Lutfulla. "Sizga mavi piyimini olg'ach keldim. Buni sizga xolis sovg'at qilaman. Bugun yana sizga yordamlashib, uyingizning temini suvashga qarashiman. Uyning temini siz suvaysiz, men lay to'shiyman. Qandoq?" Yigit bu gaplarni anglab, Lutfullaning bosh oyog'igacha sapsilib uzun turib ketdi. Laychilik qilayotgan yigit aslida tarim bo'yida mol boqadigan molchi bola bo'lib, shaharga yaqindilar kelgan edi.
U Lutfullani ko'rib baqmagan, lekin shoirning ismini va danqini anglagan edi. Tarim bo'yda u G'arib Sanam va Tahir Zuhra naqshlarini aytib, inisi jin berib baqmaydigan cho'l jazira, qum barxanlari orasida ish-pushqini chiqarib kun o'tkazatdi. "Ismingiz nima, aka?" deb so'radi u darhol. "Lutfulla Mutallib." "Ha? Iliqi Li Mutallib degan shoir siz bo'lamsiz?" "Ha, ismim shu, biroq shoir emasman." U bola kelibla Lutfullaning qo'lini siqib, qizg'in ko'rishib ketdi. Bayatdan beri uning ko'ngliga kirib olgan gumondan ozod bo'lib va birdilla dili shodlanib, shoirni o'yiga boshladi. Lutfulla bilan yigit qo'rg'oga kirishi bilan tangla, yigitning onasi shoirni ko'rib, "Kel, shoir bolam, beshanda yog'och o'shtib qo'yaymi? Qari onani yo'qlab kelganingga rahmat bolam," dedi. "Ana, Lutfulla akamni senmi taniydi ekansan, ha?" deb so'radi onasidan. Laychilik qilayotgan yigit hayron bo'lib, "Mavi balning gapini qarang. Shoir akangni yet iqlimda tonimaydigan kishi yo'q. G'arib Sanam, Tahir Zuhra naqshisini og'zingdan tushirmay o'qiysan-ku? Ha, shularning hammasi mushu akangning qo'rsig'idan chiqqan." Zaynabxon acha hash-pash degicha dasturxon bilan maza ko'tarib keldi. Atgan choy qilib qo'ydi va shoirni choyga taklif qildi. "Ana, meni tarimga avatmagan bo'lsanglar," dedi Zaynabxon achining o'g'li. "Bu kimgacha Lutfulla akamdan nurg'un naqsha o'rganib olar ekanman, ha?" Zaynabxon acha o'g'lining so'zini anglab bir tortib etib, "Kambag'allik nima ko'ylar solmaydi deysan, bolam. Endi cho'ng bo'lib qaytib kelding. Shoir akaning yotiqi ishlaydigan yeri bizning uydan ancha yiroq emas. Ilmo g'ayrating bo'lsa, nurg'un narsani o'rganib olsan," dedi. "Ana, o pimini Lutfulla aka menga akilibdi. Bugun uyimizning timini suvashqa qarshiman deydi. Men bek xijil bo'lib ketyapman. Baya lay etavatsam qishimga kelibdi ekan. To'limag'achqa qo'pol tegibdiman. Sahroda yurgan odam to'ng tizakdak cho'ng bo'lib qoldi ekan. Hozir bekmo xijil bo'lyapman." "Nima xijil bo'lsiz, uka?" dedi shoir. Darhol yigitning ko'nglini yasab, "Biz burun tanishmaganning eti yo'q, lekin hech qaysimizning yeti yo'q. Bir ko'rgan tonish, ikki ko'rgan do'st. Biz bundan keyin yaqin do'stlardan bo'lib ketimiz tig'i. Lutfulla akang rost aytdi bolam. Otang rahmati tugab ketgandan keyin biz turmushda qiynalib, seni o'qishdanmi qo'ydik. Uning ustiga kishining qo'yini baqqili tarimga avatishga majbur bo'ldik. Buni Lutfulla akang obdan tushunadi." "Lutfulla aka," dedi yigit. Onasi sirtqa chiqib ketgan fursatdan foydalanib, "Men amdila tarimdan qaytib keldim. Shahar ichidan boshqa yerga bormayman. Lekin yaqinda harbiy ichida ishlayotgan bir akam uyga kelib, onam bilan menga bir maxfiy so'zni aytib, hech kimga og'zinglardan chiqarmanglar deb jigilab ketdi. Uning deyishicha hozir ili buzilibdimish. Go'mindan hozir ochliqsinga ha deb yezdan ochliq to'shyotidi. Soqchi idorasining boshlig'i yutkilib, o'rniga yangi boshliq kelibdi-dek. Soqchilikqa va askarlikka odam oladi ekan. Uning ustiga xalq ichidan askar tutib, qo'g'dinish atirti tashkillaydi ekan. Meni askarlarga tutib ketarmi deb andish qilyapman. Yatolmasda Rustam degan bir navir akam bor edi. U meni soqchi bo'lishga yezilib ker deydi. Harbiydagi akam tizdin uyning tomlarini suvab o'q o'tmigidek qil deb qo'yib ketdi. Bugun atiganda siz so'raganda mushu so'zni og'zimdan chiqarib qo'rqib ketib, beshimdan tutun chiqib ketdi. Men cho'l bayovallarda yurgan chog'larimdami sizga cho'nqur muhabbat bog'lab yurganman. Ishonchsiz kishilar oldida ig'izi bo'shliq qilish aqlliqning ishi emas. Lekin menga ishinib qilgan so'zlaringizni men ichimga yutib olaman. Uning ustiga bu ishlarning shafisini o'zimmo bilgan yerda siz menga ishining, dedi Lutfulla va bolaga savol qo'ydi. Siz Rustamjon bilan mening tanishligimni anglaganmi? Anglagan, dedi yigit qizg'in javob berib. Aka menga gapingizni qilib bergan. Tahir Zuhra operasini avatga elib bir safarda ikkinglar do'st bo'lishqansizlar. To'g'ri, buningdan keyin ikkimizmo do'st bo'lamiz. Shoir bolam, dedi Zaynabxon acha tashqirqi uydan kirib illiq mehri bilan. Birdam o'ltirib bergin. Tilingga tetig'idek bir qacha osh etib beray. Bu yerda ota-onang yo'q. Meni o'z onangdan chari ko'r bolam. Zodi tartinma. Rahmat ana.
Biz aval tamni suv etayli. Hazır mana obdan çay içip aldık. Qani turing inim. Yigit andoni Lutfulla ketmen bilan laychiligini aldı. Ular chiqib uy timining o'ng'il-do'ng'il yerlarini tuzashtirdi. Keyin shoir lay to'shadigan eskichilikning beg'ini bekitib tayyorlayotgan chog'da mahalla yoshlari va maktabdan uyga qaytgan o'quvchi bolalar Lutfullani ko'rib darhol to'plashdi. Lutfulla aka, bizmi yordamlashayli, dedi bir cho'ngroq o'g'il o'quvchi. Bizning uyda anduva bor, men musvashni bilaman. Bizning uyda laychilik bor, men lay ko'tara olaman, dedi oq pishmoq chiroyli kelgan bir o'quvchi qiz. Bizning uyda ketman bor, men lay usiya olaman. Balalar o'zligidan saymonlarni akalgida ketishib, yana birdamdila yetib kelishdi. Bugun bu yerga to'plangan o'smirlar va yoshlarning soni xili nurg'un edi. Shoir ularni tashkillab ish taqsimladi. Emgak qizg'in boshlanib ketdi. Ayto'y degicha uyning timi suvoqdan chiqib bo'ldi. Kuch birlikda, ish o'mlikda, dedi Lutfulla bolalarga qarab. Mana bu so'z bugunkida ko'pchilikning birligi va g'ayrati qartilgan. Biz bugun hammamiz bek obdan ish qildik. Lutfulla o'zining xolis emgakini oyoqlashtirib, intayin xushal kayfiyatda gazitxonadagi yotqiga qaytib keldi. Ikkinchi. Tunigun oqshom bo'rondan keyingi oftob daramizning muvaffaqiyatlik o'ynalganligi va laychi yigitdan anglagan xush xabar Lutfullani bekmo xushal qilib edi. U bugun tashqarqi bozordagi Salohun oshpazning oshpozilida Munirdan bilan muzikant zavqi kutib turmoqchi. Ular bugun oqshom Koni shaharda qo'yilgan o'gay ona dramasizni ko'rmoqchi edi. Shoir hujrasini taqidida oshxonaga qarab mandi. U oshxonaga kirganda Munirdan bilan zavqi allaqachon kelib kutib o'ltirishgan edi. "Simiz go'shtdan Peter Mantsi", dedi Salohun cho'ng taxsida mant ko'tarib kelib. "Sizlarga qisinib turatdim. Qo'yma obdan kelibsizlar." Oq ko'ngil va mardlikda oqsuda shuhrati bor bu oshpaz Lutfullani doim mehmon qilib turadi. Ular orasidagi do'stlik quyuqlashib, oxir inqilobiy do'stlikqa aylangan edi. "Pah, nima degan mazlik pishqan a?" Zavqi mantidan birini yeb tetigandan keyin, "Men hilala Jamol qassobning uyida buğa go'shtning kapiga to'yinib kelgan bo'lsam-mo, bu manta ishtahani boshqadan ichiyotidi", deb oshpazning mantisini maqtab ketdi. "Har bir tamoqni", dedi Salohun javob berib, "oshqozni boshqa bahuzur yevringlar. Koni shaharga kirib, Bilal Azizi bilan ko'rishkichilik", dedi Munirddin. "Qo'rsoq xili tik turadigan bo'ldi. Bu manta rastilla bak o'xshabdi." Oshxonaning nariqi bir chetida choy ichib o'ltirgan g'alita bir kishi bu so'zlarga diqqat bilan quloq soladi. U asta o'rnidan turdi-da, Lutfulla mutallibning so'l tarafidagi bo'sh joyga kelib, o'rin ilib bo'lgandan keyin, "Endi siz Koni shaharga kirib, Bilal Azizi bilan ko'rishimiz edingizmi?" dedi Munirddinga qarab. "Ha, shundoq gap bormidi?" Zavqi darhol g'alati kishiga qattiq tegdi. Qolganlar zavqiga yo'l qo'yib sukut bilan o'ltirishdi. "Yo'q, amdi deymina? Yo'q, amdi degan nimasi? Gapni bo'g'izingga yutib olmay, rost gapingni ochiq demamsan?" deb so'radi Zavqi yana g'alati kishining duduqlashiga qarab. "Xafa bo'lmang, Bilal Azizga gumonliq qarash kerak. Demoqchidim, sizlarga ko'yinganim uchun", dedi u kishi o'zini oxir oshkorlab. "Nima asosing bor?" dedi Zavqi izdiraklab. "Uning hozir, ha, nima tilang chaynaysan, oxir demamsan?" U kishining zuvoni tutilib, jim bo'lib oldi. Angacha Salohun ustam qaynamoqchi bo'lib edi. Zavqi darhol ustamga ko'z qisib qo'yib, "Yo'qol bezgak, ishtiyoligini yalab, kun oladigan badrang. Yili xamrangni yerib, chavani chitqi yeb tashlayman. Seni kim bilmaydi? Yomon odam aybini yepish uchun fitna bilan kun kechirdi. Tez yo'qol. Bo'lmasa xalq olam ichida yili abdi bashiran ichib zoy qilaman", deb farqirab ketdi. G'alati odam cho'chib g'ibida tikayotdi. Lutfulla bu kishining beshida ozroq zag'uni bor ekan, shunga tiliga kasal tekkan. Uni saqatish uchun munozara kor qilmaydi. Bundaq noahlilarga faqat Abu Ali ibn Sinoning til dog'laydigan qora mumiyadan yasalgan dorislar asqatidi, dedi. Ular tamoqni yeyish bo'lib, Salohun bilan xo'shlashdi.
Andın mäpege tushib Koni shaharga qarab mandi. Zavqining oshxonadagi achchiqi texi besilmagan edi. Dunyoga ajab maxluqlar yaratilgan. Sen degicha men davalay, gunohimga musht yavalay, dedi u yana qaynab turib. Qo'ying amdi, dedi Lutfulla. Fitnaxo'rning holi ana shunchalik. Nagil barsa sharmansi cho'lib turdi. İçi kavak, vücudu kir, aşalmaydı qir. Yok onunda adamlik nişan, boludu bir gün hali perişan. Köngli onun qara kilidu, tilidin her çağ bala kilidu. Bala yalqını köydürer uni, şu çağda tilidin çıkalmaz üni. Şair, özü yazgan meşhur Küreş Kızı namlıq dramasidagi qafiyelik cümlelerini arka-arkadan avtomatik koyup bergende zavqining achchiqi birdilla 7 qat osmonga uchib ketgandek bo'ldi va to'xtang, haliqi qafiyalik jumlalaringizni yozib olay, dedi shoirga murojaat qilib. Shoir avvalgi jumlalarni takrorlash tugul yana yangi jumlalarni so'zlab tugatdi. Jahonda ish yomondan yomon, mubtilo bo'lganning chiroyi saman. Biridir tamagar, biri ig'vogar, mubtilo bo'lganning yegini zahar. Tamagar shuhratni izlab yuridi, mansabga erishsam tez deb yuridi. Ig'vogar tilidan kesilar ko'p bosh, kulgandek qilidi bag'ri qora tosh. Tarixda ularga hukm yozilgan, o'klan deb volqondan xandak qizilgan. Shoir o'zi yozgan drama va opera jumlasini mushunda qafiyada so'zlar bilan tuzib chiqatdi. Zavqi Lutfullaning og'ziga qarabla qoldi va boshlikisini yozolmayvatsam, yana bir mo'nchisini qo'shib ketdingiz, keyin yozib beramsiz, dedi. Hozir deganlarimni ilhomimdan kelgunicha hozir javob dedim. Keyin yozib berdiganim yana boshqacha bo'lishi mumkin. Lutfulla Munirdan va Zavqi ma'pida so'zlashib minib Koni shaharga berib qolganini bilmayla qilishdi. Siriq burut ma'pkesh ma'psni to'qu bozorga haydab berib to'xtatdi. Ular ma'pidan tushib kira haqqini berib bo'lgandan keyin ko'chalarga qarab piyoda mandi. Ular 100 qadamcha neriga borganda Lutfulla mutallibga tonish bir kishi beshiga do'lan tumuqi, puchsiga qora chakman chapan kiyib, chapan ustidan ko'k mata balva bog'lab olgan, qora qash, bug'doy o'nglik, qora ko'z, uzun kirpik, egiz bo'y kelgan bir savdogar sifat kishi uchrashib qoldi-da, shoir uning bilan qizg'in quchoqlashib ko'rishib ketishdi va "Voy, o'ngimmo tushimmi bu? Sen qachon paydo bo'lding?" deb vaqirvatdi shoir. "Astroq so'zla, oqshom keldim", dedi savdogar sifat kishi Lutfulla mutallibning qulqiga asta pichirlab. Munirdan bilan Zavqi sezgurlik qilib, ikkalanning paranglashiga imkoniyat berish uchun ko'cha bo'yidagi bir mo'zdozning dukkini oldiga berib turdi. "Amdi degina, nadan nemishqa qachon kelding?" deb so'radi Lutfulla yana. "Voy, muallim bo'lsangmi, o'quvchilarning jinni ilib yerda qo'ydigan birnin bo'lg'ideksan. Odamni tamtiratmay, savol deganni bir-birdan so'ramamsan?" Savdogar sifat kishi darhol yenidan bir parcha xatni chiqarib Lutfullaga tutqizdi. Lutfulla bu qisqa xatni o'qib ko'ribla xushalligini ichiga sig'dira olmay sakravatdi. "Chandurma deyman", dedi savdogar sifat kishi. "Rostdan degina, oqshom zodi nada qo'nding?" so'radi Lutfulla yana. "Yar 5dan tushish ig'izidagi kaptarxonada." "Durust, xatchi kaptar, elchi kaptar, ilhomchi kaptar." Shoir darhol Zavqiga bishorat qilib Bilal Azizini mushu yerga chaqirib kelishga buyurdi va yana savdogar sifat kishiga qarab, "Rahmat sana, barakallah sana", dedi. Lutfulla orqadan xatchini Munirdanga tunishtirdi va yana hayajonlanib turib, o'z-o'ziga so'zlashga boshladi. "Tangirtog' vulqonlari dal chog'da portlabdi. Asrlardan beri oqqan sap qonlar singib, g'azabga kelgan ona tuproq portlabdi. Millionlagan sap vijdonlar portlabdi. Ahu faryodliq ko'z yeshidan hosil bo'lgan sayram suyi, Qosh daryosi, Eri daryosi portlabdi." U turolmay qoldi. Xuddi volqondek portlash oldida turgan bu o't yurak shoir ilhomchi kaptarning qishida 5 metrcha kelgan yerni aylanib yurib, bo'sh ovoz bilan yana xitob qilishga boshladi. "Ey ona tuproq, tarim, senchu, ey ichi zardob qonga to'lgan tarim, senchu, ey millionlagan begunoh qurbonlar qinidan hosil bo'lgan tarim, senchu, portla, portla, portla."
shoirning o'tliq xitoblari ustiga Bilal Azizi yetib keldi va bugun ajab boshqacha xushxolsan dedi Lutfulla Mutallibni ko'rib. Lutfulla xushalligidan Bilal Azizining qo'lini tutib olgan peti qo'yib etmay dedi. Top atar xo'jamdan xat keldi. Xatni ilib mard keldi. Tağda volqan partilapdı. Kepter davan atlapdı. Mundaq bo'lmas xo'sh xabar, sen biz kulmay kim kular? Bilal Azizi Lutfulla Mutallibning bu hozir javob she'ridan hayron bo'ldi va xo'sh xabarini anglab o'zimi intayin xushal bo'lib ketdi. Yuringlar, bu yerda uzun turmayli, dedi Bilal Azizi va ularni Koni shahrining To'qi bozori yonidagi Maxtumxonning ozoda oshxonasiga boshlab bordi. Bilal Azizi choy buyurtib qo'yib kelib mehmonlar aynida o'ltirdi. "Mavu tumarni ko'rib boq", dedi Lutfulla Mutallib qo'lidagi kaptar ilhomchisini Bilal Aziziga tutqizib. Bilal Azizi tamoq kelguncha bu xatni yondirishlab 3 qatim o'qib chiqdi. Uning yuragi xuddi Lutfulla Mutallibningidek shodlikqa cho'mishga boshladi. "Pah, arzu armonlar", dedi Bilal Azizi va o'zini besilib, uningdan ortiq gap so'z qilmadi. Oshxonada odam ko'p bo'lgani uchun Lutfulla Mutallibmi bu vaqtda qayta ig'iz ochmadi. Bilal Azizi tamoq yegach so'z temisini bugun oqshom Koni shahrida qo'yilgan o'gay ona dramasiga yo'tkidi. Bu drama intayin ta'sirlik, kechmo kirib qoldi. Bugun kechda dramani ko'rib qo'nib qilinglar. At yakshanba damlish kunimiz. At kechqurun chiqib ketsanglarmi bo'laveradi. Dramini ko'rayli, lekin bugun kechda qaytib ketayli, dedi Lutfulla Mutallib. Ata yakshanba tursa, nimaga aldiraysizlar? Kaptarni uchirvatsak bo'lmaydi. Kaptar so'zi chiqqandan keyin Bilal Azizi ularni chin tutmaslik qaroriga keldi. Mayli, undaq bo'lsa, men uyimning oldidan bir kirakash mapini so'zishib qo'yay. Mapaslarni saqlab tursin. Xotirjam o'yin ko'rayli. 11-ayning oxirgi kunlari kun xili qisqarib qolgan chaqlar edi. Ular digar vaqti bilan oshxonadan chiqdi-da, Uyg'ur uyushmasi klubiga qarab mengishdi. Shahar aholisi, yoshlar, o'quvchilar to'p-to'p bo'lib klub tarafga qarab ketib berishdi. Bilal Azizi mehmonlarni boshlab klub ichiga akirdi-da, oldingi qatardagi o'ringa o'ltirg'izdi. Abdulla Ro'zi yozgan bu drama, dedi Lutfulla Mutallib o'yin boshlang'uchilik dramaning mazmuni bilan uning yozg'ichisini tunishtirib. Uning dastlabki avrashkisi Ro'zi Manas daryosi bo'yida xizmat qilgan chaqda yozilgan va shu yerda sahnada qo'yilgan. Ro'zi uni Oqsu daryosi bo'yida yana qaytadan takomillashtirdi. Bu asar xalqimizning ko'p asrlardan buyongi ijtimoiy, siyosiy ideya jihatlardagi tarixiy ariq ko'rinishlarini atrofliq yakunlagan cho'nqur ma'nilik bir namoyanda. Parda ochilgandan keyin shoir bu dramaning ichidagi har bir rolning xarakterini bir-birlab tushuntirib berib turdi. Ana qaranglar, talatidan muz yig'ib turdigan, kulkisida shumliq yo'shirilgan o'gay ana To'qashxon. U o'z onasidan yetim qolgan 5 nafar o'g'il qizni shafqatsiz qamchilayotdi. Qaranglar, ana o'gay bolasi Odilning dumbisiga dazmol yoqdi. O'gay qizi Anargulning yuziga qizilgan laqshigir yopasdi. Ana qaranglar, o'gay balalarga oshning suyuqini, nonning ko'ykini beryotdi. O'zining agashtirib kelgan bolasi erkan nisoni alva qatlim bilan beqotdi. O'gay balalarning rangi sarg'och, tini judangu, kiyimlari juljul. O'zi agashtirib kelgan erkan niso tovar durdun bilan bezalgan. Qaranglar, ana o'gay balalarning cho'ngi Hashim o'qsam deb yolvuryotdi. O'gay ana mang harmi, o'yning qara ishni kim qiladi? Ko'zini qarqaga cho'qsin, qarg'u bo'lib o'tib ketsang, menga shu yaxshi da'vatidi. Ana qaranglar, Sodiqni o'ziga tartib, akang, achang kaynimdan gap qilsa, menga xabar qil. Sana obdan qarayman, ig'ir ishqa salmayman, pat-pat mehmon qilaman deb aldavotidi. Sodiq oldinib o'gay qarindoshlarini chiqishtirib azoblayotdi. Mana dramaning 3-parti ichildi. 5 nafar o'gay bola zulmga chidamay, jul-jul kiyimlari bilan tun yerim bo'lgan chaqda o'gay onaning bir yoqqa ketib qolgan vaqtidan foydalanib, tog' bag'ridagi qabristonlikqa berib,
öz anasının tuproq beshida zar yig'lashga boshladi. Ular jul kiyimlarining ustiga birdan kepan kiyib olishgan edi. Ularning mungluq naqshlari yer jahonni yig'iltatdi. Keldik yetim yisirlar och qo'yningni jon ana, kepan kiydik beshingda och qabrangni jon ana. O'gay ana sharmanda urib so'qdi har kuni, madar qalmidi tanda och qabrangni jon ana. Dazmal yaxti chirqirdik, vayjon dedik, pirqirdik, jonsiz yetib yig'lidik och qabrangni jon ana. Oqqan qanni deylimi, och qolganni deylimi, til chayanni deylimi, och qabrangni jon ana. Altın qozuq sen edin, oqsut ozuq sen edin, canğa xo'luq sen edin, och qabrangni jon ana. Oğlum deytin, kuyettin, qizim deytin, suyettin, balam deytin, ölettin, och qabrangni jon ana. Öz anidek mihriban bo'lmas ekan hech qachon, to'kmakchimiz biz beg'an, och qabrangni jon ana. Balalarning yig'lab turib aytgan naqshlardan keyin qattiq guldirmama chiqib, birdanla qabre yerildi. Ana kepani bilan o'rnidan so'zilib qopdi. Ezilgan va yuraklari pari bo'lib ketgan yetim yesirlar ana deyishib, o'zlarini mehribon onasining quchog'iga tashladi. Ana o'z bolalarini bag'riga besib quchoqlaydi, suyatdi. Boshlarini va chochlarini mehribon qo'li bilan yumshoq va yiqimli siylab turatdi. Balalar öz anasının qo'sh ma'ziga bas bilan to'yinmay so'yishatdi. Qadrdon ana yetim qolgan farzandlarini navbat bilan bag'riga besib ikki ko'zdan ixtiyorsiz yosh to'katdi. Qaranglar, oq sut bergan öz ananing qadrdonligini, dedi Lutfulla hayajonlanib o'rnidan turib, hissiyotini basolmay. Butun zalda o'yin ko'rguvchilarning yuraklari pari bo'lib o'ksib yig'ilgan mung navolar anglatdi. Qadrdon ana yetim qolgan farzandlarining bitbesib ketgan chochlarini, dazmol besilgan jarohat izlarini, ularning uchisidagi jul kiyimlarini bir-birlab ko'rib, ikki ko'zdan taram yosh to'kilib turgan bu tragediyalik ko'rinishni ko'rgan har bir kishi chidab turolmay, ixtiyorsiz buqildab yig'lashdi. Ana, jon ana deb yetimlar kayni-kayndan vaqirishdi. Qadrdon ana bu holatga taqat qilib turolmadi-da, oxir naqshi bilan bolalarini qaytardi. Ana ketib yetim qolgan sizlardek zar bormi? Judolik dardida yig'lab sizlardek xarzor bormi? O'lim qo'yniga olganda, ko'zim kaynimda qolganda, ana deb esilganda bu tanda madar bormi? Kepanni nam qilib yoshdan jasadga yepishib boshdan, chiqib ovoz qara toshdan yetimga shu azor bormi? Chiroylar sarg'ayib shuncha g'azon bo'lgan kichik g'uncha, zulmni qildi kim muncha, chidashqa bir qaror bormi? Yiqib dazmol urib dastlab, qo'yib ochtoq sho'rab qaslab, anam deb yosh to'kib aslab, sizlardek nolizar bormi? Yig'anglar to'xtusin amdi, ananglar tinchsin amdi, kuchinglar qo'g'disin amdi, kurashsiz yoz bahor bormi? Naqsha tugash bilan sahna qorong'ulashdi. Ana qabriga kirib ketdi. Ana! Balalar varqirab, o'zlarini yerga etib, nolib faryod bilan yig'ilishib qoldi. Lekin ana vasiyatidan cho'nqur ilhom olgan yetim yesirlar o'z uyiga qaytib borgandan keyin xo'rliqqa qarshi birlashib, kurash qilishga otlandi. Mana dramaning 4-pardasi, dedi shoir tushuntirib. O'gay balalar isyon ko'tardi. Ularning ham jamoatlik bilan qilgan kurshi g'alaba qilib, balalarning vijdoniy qarzi ado bo'ldi. O'yin oxirlashganda Lutfulla Munirdan kaptarni elib birlikda yangi shaharga qaytib chiqdi. 16-bob tugadi.